Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Iltimos, videorolikimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Farzand ko'rishingiz uchun hech qanday umid yo'qmi deb qo'rqaman. Ikkinchi taraf xonadoningizda ham o'simta bor. Shifokor Shahnoza opaning ovozi go'yo hukmday yangrab, Oydinning xayollarida chaqmoq chaqqandek bo'ldi. Endi bu yog'i faqat Xudoyimga havolami deyman, ammo baribir davolanishni to'xtatmang. Shifokor huzuridan amallab zo'rg'a chiqqan Oydin koridor devoriga behol suyandi. O'rindiqda o'tirgan odamlar ham ko'ziga ko'rinmadi. Endi nima bo'ladi, o'yladi u. Turmushim o'zi omonatga o'xshab qolgan. Bu gapni eshitgach, qaynonam meni uydan quvib yuborishi aniq. Oydin ixtiyor bilan turmush qurganiga 5 yil bo'ldi. Ular ota-onalarining roziligi bilan oila qurishgan. Bir qishloqdan bo'lishgani, avval maktabda, keyinchalik oliygohda birga o'qishgani uchun ixtiyordan sovchi kelganda Oygul qarshilik qilib o'tirmadi. Institutda o'zidan 3 yil oldin o'qigan bu yigitni surishtirib yurganini goh-gohida dugonalaridan eshitib qolardi. Qolaversa baland bo'yli, qosh ko'zlari qop-qora yigitga nisbatan o'zi ham bexat emas edi. Xullas har ikki tomonning roziligi bilan shinamgina to'y bo'lib o'tdi. Kasbda o'qituvchi bo'lgan er-xotinning yaxshigina maosh olishgani sabab o'tgan yili o'zlariga atalgan yerga uchastka tiklab, hali bitmagan bo'lsa-da ko'chib chiqishdi. Ixtiyorning ukasi Baxtiyor uylangach, qaynonasi ularning ro'zg'orini alohida qilib berdi. Oralaringiz uzoqroq bo'lsa, mehrliroq bo'lasizlar, dedi qaynonasi ularni ko'chirayotib. Qolaversa kelinlarning hidi-budisi kamroq bo'lsa, men ham tinch bo'laman. Ammo ularning totuv oilasida birgina kamchilik bor. Turmush qurishganiga 5 yil bo'lganiga qaramay, Oydin va Ixtiyorning farzandi yo'q. Shifokorlarga, tabiblarga qatnashlar hammasi befoyda bo'ldi. Bir yildan beri qaynonasining ham keliniga muomalasi o'zgarib qolgan. Chunki o'tgan yil bahorda Oydinning qattiq shamollash oqibatida undoni yiringlab oxiri operatsiya tufayli bu a'zoning olib tashlanishi qaynona-kelin munosabatlari keskinlashishiga sabab bo'ldi. Endi bu umuman qilmasa kerak. Undan ajrash bolam, tug'maydigan xotiningni qo'y, senga o'zim boshqa xotin olib beraman. Qaynonasi har doim kelganida goh eshtirib, goh shivirlab, o'g'liga shu gapni uqtirishni yaxshi biladi. Onasi ketganidan keyin Ixtiyor biroz tumtayib yuradi-yu, keyin o'ziga kelganday bo'ladi. Ammo Oydin keyingi paytlarda erining chehrasida ko'proq g'am va o'kinch ko'lankasini ilg'aydigan bo'ldi. Bugunoq onamlarnikiga ketaman. Bo'ldi endi, erimning yo'lini boshqa to'smayman. Undaysa ham mayli, qalam bilan o'yladi yosh ayol. Nima bo'lsa peshonamdan ko'raman. Mana, Shahnoza opa ham aytdi-ku, endi umidingizni uzavering, deya. Ammo Ixtiyor akam nima derkin bunga? Endi bu yog'i onamlarnikida yashaymanmi? Boshqa qayerga ham borardim. Oydin eskin uylar og'ushida hovlisiga qanday kirib borganini bilmaydi. Kiyimlarini almashtirib oshxonaga yo'nalarkan, eri bilan qanday gaplashishni o'yladi. Xayolida o'zicha eri bilan gap boshlab qo'ydi. Keyin parishon xotirlik bilan mastavaga unadi. Masalliqlarni qovurarkan, qo'l-oyoqlari o'ziga bo'ysunmayotgandek tuyulardi. Kelinchak hech qachon buncha tushkunlikka tushmagan. Ko'nglida doimo qandaydir umid bor edi. Olovni o'chirib oshxonadan chiqarkan, hovlida Ixtiyor bilan ro'baro bo'ldi. Qalaysan, zerikmay o'tiribsanmi? Nima ovqat qilding? Eri uning bugun shifokorga borishini bilgani uchunmi? Ertaroq ohangda gap boshladi. Nima gaplar? Shifokoringga ko'rindingmi? Ixtiyor aka, nima deyish haqida shuncha o'ylagan bo'lsa-da, Oydin gapni qanday boshlashni bilmay qolib xursindi. Xullas, men ketaman. Ketadigan bo'ldim. Jinnavoy, qayerga ketasan? Ha, seni sanatoriyaga jo'natmoqchiligimni bilib qoldingmi? Darrova, eri shunday deb kostyumining cho'ntagidan qandaydir qog'oz chiqardi. Mana, issiq suv sanatoriyasiga qiyofda topildi. Oydin bir necha oy oldin maktabda o'qituvchilar xonasida bo'lib o'tgan suhbatni esladi. O'shanda geografiya o'qituvchisi Hafiza opa bahordagi issiq suv sanatoriyasida ayollar kasalliklari, samarali davolanishi, ko'pchilik shu yerda shifo topgani haqida gapirgandi. Bir jiyanim Toshkentda yashaydi. 8 yildan beri befarzand edi. Shu yerda davolanib ketganidan keyin o'g'il ko'rdi. Siz ham borib ko'ring. Noumid shayton deydilar. Zora umidlaringiz ushalsa, degandi u. O'shanda Ixtiyor ham o'qituvchilar xonasida edi. Shu gapni eshitgan shekilli Oydindan 1-2 marta sanatoriya haqida so'radi. Mana bugun qiyofda ko'tarib kelib o'tiribdi. Kerakmas menga hech qanaqa qiyofda. Men tug'mas ekanman baribir.
Oydin shifokorning gaplarini eriga yetkazish uchun imkon kelganini tushunib tez gapirdi. Ixtiyor aka, shifokorim aytdiki, omon qolgan ikkinchi xumdonimda ham o'simta bor ekan. Uka dorilar bilan so'rilib ketishi ham gumon emas. Xullas tug'mas ekanman. Oydin bo'g'zidan bo'g'ib turgan yig'isiga nihoyat ko'p berdi. To'ngragancha uyga kirdi. Anchagina qolib ketdi xonasida. Ovqatlanish ham yodidan chiqib ketdi. Nihoyat eri uning yoniga kirdi. Quloq sol dedi. Ixtiyor u g'izanak bo'lib yotgan divanning bir chetiga o'tirib, "Kel bir narsaga kelishib olamiz. Mana 5 yil to'ldi birgamiz. Men 30 yoshdan oshdim. Sen esa 30 ga yaqinlashyapsan. Shuncha yil ketadik. Bu gap so'zlarga. Menga ham oson tutma. Shu qiyofani olib davolanishga borib kel. Bor yo'g'i 15 kun ekan o'zi muddati. Agar shundan keyin ham biror o'zgarish bo'lmasa, peshanamizdan ko'ramiz bu yog'ini." Oxirgi so'zlarni aytayotib yigitning ovozi titrab ketdi. Buni yashirmoqchi bo'lganday xotinining peshanasini siladi. "Endi tur jonim, ovqatingni siz, och qoldim." Oydin erining taslimidan keyin bir oz yupanganday bo'ldi. Indiniga erining hisobi bilan o'z hisobidan ta'til olib sanatoriyaga jo'nadi. Sanatoriyadagi muddat xayolida cho'zilib ketganday tuyulsa-da, aytilgan muolajalarni hammasini o'z vaqtida olishga harakat qildi. Yaratganga iltijo qilib, tonggacha uxlamay farzand so'rab chiqqan paytlari bo'ldi. Ruhan tinchlanib, shifo topishiga chin yurakdan ishongisi keldi. Davolanish muddati tugab uyga qaytishidan oldin unga qaragan shifokor Dilrabo Primovna aytilgan dorilarni o'z vaqtida ichishni, o'zini nazorat qilishni alohida tayinladi. Yosh muallima maktabga ayni imtihonlar boshlangan paytda qaytdi. Yozning issiq kunlari, ta'til davomida yana uydan ketish haqida o'ylay boshladi. Chunki qaynonasining zaharli gaplari ko'paygan, erining mehribonligi ham ko'ziga ko'rinmaydigan bo'lib qolgan edi. Oydinni bu tushkun kayfiyatdan chiqarish maqsadida Ixtiyor unga har doimgidan ham yaxshi munosabatda edi. Shunday kunlarning birida qo'shnisi Malika opaning qizi guli bir karelkada shipildoq olib keldi. Xamirning yuziga pomidorda qizartirib qovurilgan piyoz, loviya, kartoshkali qiyma solingan, ishtamligi bilinib turgan. Shipildoqni ko'rib Oydin uni bir tatib ko'rgisi keldi. O'zidagi bu xohishdan hayron bo'lib, dasturxonda turgan shipildoqqa qoshiq soldi. Ajab, 2 qoshiq yer-yemas qo'yib qolganligini, boshqa yolmasligini his qildi. O'zini shuncha majburlasa-da, qaytib ovqatning betiga qaragisi kelmadi. Nima bo'ldi menga? O'zicha o'yladi Oydin. Bu dorilarning ta'siri bo'lsa kerak. O'simtalar kattalashmasin deb gormonal dorilar ichib yuribman-ku axir. Yaxshi ertaga vrachimga borib aytishim lozim. O'zi biron maslahat berar. Shifokorga boradigan kuni eridan oshqozonim og'riyapti. Men avval vrachga, keyin onamlarnikiga boraman deb ruxsat olgan. Oydin poliklinikaga bordi. Shifokori Shahnoza opa uning oshqozoni haqidagi shikoyatini eshitdi. Bir ikkita savollar berdi. Keyin o'zidan o'tib kelishiga yo'llanma yozib berdi. Iloji bo'lsa viloyat kasalxonasidagi apparatdan o'tib keling dedi. Opa xayrlashayotdi. O'shanda aniq tashxis qo'yish mumkin bo'ladi. Terapeutga uchrasangiz ham o'zidan o'tib kelishingizni tavsiya qiladi. Baribir. Ertasi kuni vaqtli turgan Oydin viloyat markazidagi kasalxonaga borib, o'zi ko'rigidan o'tdi. Erkak shifokor uni ko'rikdan o'tkazarkan, xuddi o'ziga o'zi gapirganday "Tabriklayman" deb qo'ydi. Oydin tushunmay, "Nima bilan tabriklaysiz?" deb so'radi. "Homiladorligingizni bilmaysizmi?" deyman. Savolga savol bilan javob berdi vrach. 2,5 haftalik homilangiz bor. Oshqozoningiz shu sabab ham buzilganday tuyulgan. Yana bir oylardan keyin kelsangiz, qiz yoki o'g'il bola ekanligini aytaman. Keyin uning ahvoliga e'tibor ham bermay, stoliga o'girildi, yozishga davom etdi. Oydin muzlab qoldi. Bu o'zi uchun hech kutilmagan va ko'ngli yashashi uchun yillar davomida kutilgan yangilikdan nima qilishni bilmay qoldi. Boshiga xuddi bir narsa bilan urilganday gangidi. Shifokorga hech narsa demay joyidan yugurib turdi. Tezroq uyga borgisi, bu quvonchni Ixtiyoru boshqa yaqinlar bilan baham ko'rgisi keldi. Telefon qilmoqchi bo'lganidagina sumkasi yodiga tushdi. Endi orqasiga qaytmoqchi bo'lganida tanish-tanishida qiz sumka va soyabonini olib kelayotganiga ko'zi tushdi. "Opajon, sumkangizni qoldirib ketibsiz-ku", dedi qiz jilmayib. Bu kutilmagan quvonchdan esini yo'qotish darajasida hayajonlangan Oydin ko'chaga chiqib, toza havodan nafas oldi. Ko'chaning narigi betidagi do'kondan muzday suv olib ichdi. Shundan so'nggina xayoli biroz joyiga kelganday bo'ldi. "Allohimga shukr", shivirladi kelincha. Lablarida ko'z yosh ta'mini ko'yarkan. "Quruq qo'ymadi meni.
shuncha qilgan intizolarimni eshitdi. Bu telefonini olarkan, bu shunchaki oddiy xabar emasligini o'ylab, eriga telefon qilish fikridan qaytdi. Yaxshisi uyga boray, keyin aytaman. Ixtiyor akam qotib qolsalar kerak, mendan ham battar ahvolga tushib. Shuncha yildan beri onasidan ta'na dashnom eshitsa-da, uni biror marta ham ranjitmagan, xafa qilmagan umr yo'ldoshining qadrdon chehrasi ko'z oldiga kelib, o'pkasi kelib ketdi. U ko'ngli nurafshon bir necha yildan beri ko'nglini ezib yotgan tosh birdan erib ketganday ruhi yengil edi. Bu baxt tuyg'usimi, yo shukronalikmi? Nima bo'lganda ham juda aziz.